Bo'lar ish bo'ldi. Endi akam bilib qolsa nima qilasan? Agar siz akangizdagi hech narsani aytmasangiz, maza qilib yashab yuraveramiz. Okey, g'alati emasmi? Turgan mashinani kelib urishingizni qarang, ey. Bo'la qol, ne milliysan? Tinchlikmi? Ukam senga nima telefon qilyapti? Menga qara, gap qisqa qilaman. Menga srochniy pul kerak bo'lib qoldi. Bitta mashinani urib oldim. Bu narsa qilsak bo'ladimi? Tuzukmisan? Aka, uzr. O'rtog'imga qilaman deb chikenayimga qo'yarimman. Qayerdasan hozir? Lakasi tashlab boraman. Bo'ldi, hozir lakasi tashlab yuboraman Telegramni. Xo'p, rahmat. Tinchlikmi adasi, nima bo'pti ukajonga? Tinchlik emas-da. Ukam mashinani uryapti. Bo'loqani pulni tez olib ber menga. Bo'ladi adasi. Bo'pti, men ketdim, xo'pmi? Ukangizdan kuni ham ish chiqazib turadilar. Bugun vaqtliroq keling, siz yaxshi ko'rgan ovqat qilib qo'yaman. Bo'pti, harakat qilaman tezroq kelishga. Nima bo'ldi? Og'ayni 1 soat o'tib ketdi-yu, yo gai chaqiraymi? Aka,